Mek nafasini tortib, boshiga bir musht urib dedi. Voy, Mek, voy. Nimalarni o'ylayapsan? Hech kim o'z amakivachchasiga ko'ngil qo'yadimi? Yaxshi, odobli bo'lsa ham bo'lmas edi. Bunday jiddiy, qo'pol va urushqoq tabiatli odamga kim ko'ngil qo'yishi mumkin? 10 yoshli qizga qo'l ko'targan yigit meniki bo'la olmaydi. Buni o'ylab, Mekning ko'ngli siqilib ketdi. Og'zini normal holatga keltirish uchun qo'liga telefon olib, eng yaqin do'sti Banyaga qo'ng'iroq qildi. Birinchi qo'ng'iroqdayoq javob olindi. Banya, assalomu alaykum, qandaysan, bebim? Meg, va alaykum assalom, alhamdulillah yaxshiman, sen qandaysan? Banya, to'satdan meni eslashingning maxsus sababi bormi? Axir sening singan telefoning yana ochib qolmasin. Meg gazablangan ohangda dedi. Sen bugun kursga nega kelmading? Qanday ajoyib narsani o'tkazib yuborgingni bilsang. Banya, nimani o'tkazib yubordim, aytchi do'stim. Meg, hozir aytsam, o'sha ta'sirni his qila olmaysan-ku. Banya, mayli bebim, ayt. Ertaga juma, kurs yopiq. Yakshanba kuni yana ko'rishamiz. Shuncha vaqt chidab bo'lmaydi. Iltimos, ayt. Meg, mening qo'limda ibxone 13 Pro mahbor. Banya bir zarra ham ishonmadi va kulib dedi. Hozir ayt, birozdan keyin 14 Pro Max sotib olishga ketyapsan. Akasi yarim singan telefon bergan, kuniga 100 marta ochadi, uning qo'lida ibxone. Tushingdan uyg'onib, orzu ko'ryapsanmi? Mekning xursand kayfiyati birdan buzildi va norozi ohangda dedi. Kecha Abir aka xorijdan qaytdi, u menga olib kelgan. Banya, aha, bo'lmasa. Axir o'sha akang bu hayotda senga telefon sotib olmasdi. Otang bermoqchi bo'lsa ham u buzib tashlardi. Kuting. Bu Abir aka kim? Senga bolaligida tarsaki tushirgan o'shami? Mek yuzini qoraytirib javob berdi. Ha, mening amakivachcham. Banya, xo'sh, unga senga mehr qanday paydo bo'ldi? Mek, bilmayman. Eshiting, nima deyishimni? Banya, ha, ayt. Meg, aslida bugun kechqurun Abir akani ko'rib, bir oz hayratda qoldim. Banya, yana. Meg, qanday go'zal yuz, turish uslubi, tashqi ko'rinishi va tartibsiz sochlari, yuragim galayonga tushdi. Men unga ko'ngil qo'ygandekman. Banya labini burishtirib, nafas oldi va jiddiy ohangda dedi. Boshing joyidami, Meg? Yillar davomida bu odam bolaligingni buzdi deyapsan. Endi o'smirlikka qadam qo'yishing bilan unga ko'ngil qo'yib qoldingmi? Odamlar rangi o'zgaradi, sababli va sababsiz o'zgaradi. Bu gapni ko'p eshitganman. Lekin bugun seni ko'rib, bu 100% haqiqat ekanini tushundim. Yillar davomida dushman deb o'ylaganingni bugun bemalol maqtayapsan. Voy, Meg, voy. Megning jimligini sezib, Banya yana gap boshladi. Bular hech narsa emas, bebim. To'satdan ko'rding, shuning uchun ajoyib tuyuldi. Bu narsani boshingdan chiqarib tashla, ko'rasan hammasi joyiga tushadi. Biz ikkimiz bir-birimizga va'da berganmiz. Agar biri adashsa, ikkinchisi to'g'rilaydi. Unutdingmi? Mekning ifodasi o'zgargani aniq sezildi. U og'zini qo'lga olib birdan so'radi. Men go'zal emasmanmi? Men hech kimning ko'ngil qo'yishiga loyiq emasmanmi? Mekning kutilmagan savolidan Banya biroz hayron bo'ldi. So'ng bir necha daqiqa kuldi. Keyin normal ohangda dedi. Albatta sen go'zalsan va ko'ngil qo'yishga loyiqsan. Lekin yigitlar senga ko'ngil qo'ya oladimi? Shubhali. Yo'l-yo'lakay, daraxt buta, rang-barang devor, hatto sigarechkilarga ham ko'ngil qo'yishing mumkin. Meg gazabdan nafas olib, qo'ng'iroqni uzdi va o'yladi. Hozirgi paytda tasalli olmoqchi bo'lsang ham, odamlar hazillashadi. Aslida Banyaning kulishining sababi juda oddiy edi. Megni har doim ko'zquloq bo'lib turishadi, Tanvir va uydagilar. U 6-10 sinfgacha qizlar maktabida, keyin qizlar kollejida o'qigan. Hayoti sahrodek, hech kim yo'q. Maktab va kollej oldida uy mashinasi turardi, uy maktab uy. Hech qanday yigitni ko'rmasa, qanday qilib ko'ngil qo'yishi mumkin? Aql yetganidan keyin Meg 2-3 marta qarindoshlarining to'ylarida qatnashgan. Faqatgina nomigagina. Tanvirning qo'rquvidan u to'ylarda bir burchakda o'tirardi. Uka, xonangdan chiqma, kuyov kelganda esa umuman chiqma, deb qattiq taqiqlagan. Uning uchun ovqat xonaga yuborilardi. Tanvir o'zi singlisini o'zi xohlagancha ovqatlantirardi. To'y tugagach onasi bilan qaytib kelardi. Saryog surtish, qo'shiq aytish, hatto xina ham qo'yishga ruxsat bermagan. Shu azobdan keyin Meg endi hech kimning to'yiga bormaydi. Bundan Tanvir xotirjam bo'lgandek. Megning bu oq-qora hayotini eshitsa, Banya va dunyodagi hamma kuladi. Hayoti xuddi qurigan bargdek bo'lib qolgan. Ba'zida o'ylaydi, bu uyda tugilish kerakmidi? Banya bir necha marta qayta qo'ng'iroq qilgan.
Lekin Mek Oz hayotining umidsizligi tufayli qo'ng'iroqlarni qabul qilmagan. Dostiga gazabini ko'rsatishdan nima foyda? Hayot qayerda qanday bo'lsa, shuni qabul qilish kerak. Mekning eng yaxshi dosti bo'lishning bahosini Banya ham to'layapti. Tanvir Mek bilan birga Banyani ham kuzatib turadi. Naql bor, yomon dost temirni ham choktiradi. Agar dosti yomon bo'lsa, Mek ham yomon bo'ladi. Shuning uchun har doim Banyaning orqasidan odam qo'yib turadi. Faqat Banya emas, yana ikkita dosti bor, Paxi va Maya. Ularni ham kuzatadi. Singlini har tomondan himoya qilish uning birinchi va asosiy vazifasi. Abir tushdan keyin uxlab yotgan edi. Kechki soat 7 da Adining chaqiruvi bilan uyg'ondi. Pastda Abirning otasi va Mekning otasi o'tirishibdi. Abirning motosikl sotib olganini eshitib, ofisdan shoshib kelishgan. Abir uyg'onib, yuziga suv sepdi, sochiq bilan yuzini artdi va darhol xonasidan chiqdi. U otasini juda yaxshi tanidi. Chaqiriq bilan kelmasa, uyda janjal ko'tariladi. Abirning yuzida uyqu izlari aniq. Tez yurib zinapoyaga tushdi. To'satdan Mek xonasidan tartibsiz sochlari bilan yugurib chiqdi. To'qnashuvni oldini olish uchun Abir og'zini tezda tutdi va olovli nigoh bilan qaradi. Lekin shu zahoti qoshlari yumshab, maftunkor nigoh bilan qarab qoldi. Bir lahza Abirning miyasi to'xtab qoldi, nigohi o'tkir edi. To'satdan yurishni to'xtatib, nafasi og'irlashdi. Qora libos kiygan bir qizga ko'zi tushdi. Uni boshdan oyoq bir marta ko'zdan kechirdi. Qora libosda unga pari kabi ko'rinardi. Tartibsiz sochlari belidan oshib ketgan edi. Sochini ko'rib, xayoliga Jibananda Dasning Bonolota she'ridagi misra keldi. Uning sochlari qadimgi zulmat, Vidishaning kechasi. Tez yurishni to'xtatishga urinib, Mekning kichkina tanasi titrab ketdi. Nigohi 6 futlik bu odamning ko'ksiga tushdi. Mek boshini ko'tarib, uning yuziga qaradi. Abirning ko'zlariga hayrat bilan tikilib turdi, hatto pirpiratmasdi. Abirning yuzida va sochlarida suv tomchilari bor edi. Ular oq futbolkasini hollayotgan edi. Ammo Abir bunga e'tibor bermadi. Abir bir necha soniya jim turdi. So'ng birdan ko'zini olib, yana qattiq nigoh bilan zinapoyaga qarab tez yurdi. Orqasidan 18 yoshli qizning mayin ovozi eshitilib, to'xtadi. Lekin ortiga qarishni zarur deb hisoblamadi. Mek qo'rqinchli ovozda dedi: "Thank you, Abir vay." Abir eshitdimi yoki yo'q, kim biladi. Bir lahza to'xtab, odatdagidek bandlik bilan pastga tushib ketdi. Mek eshik oldida turib qoldi. Qo'l-oyoqlari qaltirab ketdi. Unga butun dunyo aylanayotgandek tuyuldi. Negadir turishga kuchi yo'q edi. Og'zini boshqarish uchun tezda devorga suyandi. Yillar o'tib, Abirning ko'ziga ko'z tikib qaradi. Ichi qo'rquvdan titrardi. Ruhi qurib ketardi. Divanda ikkita aka-uka o'tirishgan. Uydagi ayollar oshxonada band bo'lsalar ham, ko'zlari bu tomonda, nima bo'ladi, kim biladi. Ali Ahmadxon o'z jiddiyligini saqlab, qattiq ovozda so'radi: "Sen motosikl sotib olgansanmi?" Bu gapdan Mek o'ziga keldi. Bir oz normal bo'lib, 2 qadam oldinga chiqib, ayvon chetida turib pastga qaradi. Pastda divanda o'tirgan otasi va katta otasi, ulardan biroz narida esa qo'llarini ko'kragiga bog'lab tik turgan Abir. "Ha", befarq javob berdi Abir. "Lekin nega?" yana qattiq so'radi uning otasi. "Motosikl sotib olishni xohlardim, shuning uchun oldim." "Bilmaysanmi, bu uyda motosikl sotib olish va haydash taqiqlangan?" Bu safar savolni amakisi Mozammil Xon berdi. "Ha, bilaman. 20-30 yil oldin nima bo'lganligi haqida qo'rquvda yashashning ma'nosi yo'q. Agar taqdirga yomon narsa yozilgan bo'lsa, u 7 dengiz osha ham keladi. Men uyda o'tirsam ham yoki mashinada yursam ham bo'ladi. 2 aka-uka o'z xohishingiz bilan ish qilasizlarmi?" Ali Akbar Xon gazab bilan so'radi. "Agar motosikl sotib olish o'z xohishim bilan ish qilish bo'lsa, unda kechirasiz, ota. Bu masalada men o'z fikrimga quloq solaman. Bizning 3 ta mashinamiz bor, ularni sizlar uchun sotib olganmiz-ku." Mozammil Xon mayin ohangda dedi. "Mashinada yurish sizning xohishingiz. Shuning uchun mashinalarni siz sotib olgansiz. Men mashinada yurishni yoqtirmayman, shuning uchun motosikl sotib oldim. Bunda ko'p gapirishning nima keragi bor, amaki? Motosikl haqidagi janjalingiz tugagach, sizlarga muhim bir gapim bor." Abir otasiga qarab bu so'zlarni aytdi. Shu paytgacha uydagi ayollar oshxonada bo'lishgan bo'lsa, endi turolmay, hammasi yugurib mehmonxonaga kelishdi. Mek o'tkir nigoh bilan Abirga tikilib turardi. Bu uyda yillar davomida hech kim baland ovozda kattalarning yuziga gapirganini eshitmagan. Tanvir aka qancha gazab ko'rsatgan bo'lsa, hammasi Mekka nisbatan edi. Katta ota yoki o'z otasining yuziga gapirishga jur'ati yetmagan. Abir aka 2 kun bo'ldi kelgan. Bugun otasining yuziga o'z xohishini aytmoqda.
Endi Mekka uning urushqoqdan ham kattaroq narsa ekani tuyuldi. Diqqat bilan qolgan gaplarni tinglashga harakat qildi. Abir, ota, amaki, men anchadan beri oz kompaniyamni ochish haqida o'ylayapman. Siz ruxsat bersangiz, ish boshlayman. Mozammil xon va Ali Akbar xonning boshlariga osmon yorilgandek bo'ldi. Yillar davomida Ogilni tashqarida o'qitganlar, yurtga qaytib, oilaviy biznesni boshqaradi deb o'ylashgan edi. Yurtga qadam qo'yishi bilanoq oz kompaniyasini ochishni o'ylayapti Ogil. Mozammil xon xavotirli ovozda dedi: "Biz sen oilaviy biznesni rivojlantirasan deb o'ylagandik." Abir hech narsa deyishga ulgurmay, Ali Akbar xon gapirdi: "Mayli, sen o'qib kelgansan, o'z fikringning ahamiyatini albatta beramiz. Yangi kompaniyangga qarshi hech qanday e'tirozimiz yo'q, lekin bitta shartim bor. Sen bizning kompaniyamizning CEOsi bo'lasan. Ertaga juma, ofis yopiq, shuning uchun shanba kuni ofisga borasan va rasman CEO lavozimini olasan. Keyin bizning ofisni boshqarib, yangi kompaniyangni ochib, mustahkam o'rnashib olsang, bunga hech qanday e'tirozimiz yo'q." Best of Luck, Miboy. Abir go'yo oldindan bilgandek edi. Shuning uchun uning holatida hech qanday o'zgarish sezilmadi. Shu gapni aytib, Abirning otasi divandan turib xonasi tomon yurdi. Bir necha qadam bosib, yana to'xtab, Abirga qarab bo'g'iq ovozda dedi: "Biz kompaniyani boshqarish uchun umr bo'yi qolmaymiz. Sizlar mas'uliyatni olishingiz kerak. Sen qila olmasang, o'z sevimli ukang Tanvirga ayting, siyosatni tashlab, biznesga kelsin. Keyin sen o'zingga o'xshab kompaniya och." Abir jagini qisib otasiga qarab dedi: "Tanvir siyosat qiladi, uning boshiga biznes solishning hojati yo'q. Shanba kuni ofisga kelaman. Men yolg'iz o'zim hamma tomonni boshqara olaman. Siz marhamat qilib Tanvirni ozod qiling, o'ziga yarasha siyosat qilishiga ruxsat bering. Sizning shartingizni qabul qilganimdek, sizlar ham mening bitta shartimni qabul qilishingiz kerak. Men o'z xohishim bilan ish qilaman. Qachon va qayerda kerak bo'lsa, o'z ishlarimni tartibga solib, jo'nab ketaman. Hech kim menga to'sqinlik qila olmaydi. Kerak bo'lsa, ikki ofisning ishini tugatib, kechasi soat 12 da yoki 2 da qaytaman. Hatto qaytmasligim ham mumkin. Buning uchun sizlar xavotir olmang." Bu so'zlarni bir xil nafasda aytib, hech qayoqqa qaramay, tezlik bilan uydan chiqib ketdi Abir. Ali Ahmad xon bir necha lahza jim turdi. Hech narsa demay xonasiga qarab yurdi. Uyda jimjitlik hukm surdi. Divanda Mozammil xon o'tirardi. Yaqinida 3 ta kelin bir-biriga qarab turishdi. Ularning Abirga to'liq ishonchi bor edi. Lekin muammo boshqacha. Tashqi dunyoni boshqarishda o'ziga e'tiborsiz bo'lib qolmasin, shu tashvishlantirardi. Pastdagilarning hammasi xavotirga botgan bo'lsa-da, tepada turgan Mek bir xil tomosha zavqini olardi. Katta otaning gapiga hech kim qarshi chiqolmas edi. Bugun unga qarshi chiqadigan odam keldi. Ota-bola qanday shart qo'yishyapti? Otasi kabi, Ogli ham shunday. Buni o'ylab, Mekning kulgi keldi. To'satdan kulgi yo'qoldi, yuzi og'irlashdi va pichirlay boshladi. O'zi urushqoq, ukamni esa katta bezori qilishga qanday chiroyli rag'batlantirayapti. Yillar davomida akaning azobida hayot qurib qoldi. Endi yana birining paydo bo'ldi. Naqadar yomon taqdirim bor. Endi pastga tushishning iloji yo'q edi. Shuning uchun ozozidan gongillab xonasiga kirmoqchi bo'ldi. To'satdan ko'zi Abir akaning xonasiga tushdi. Katta umidsizlik bilan xonasiga kirdi. Ota-onasini tashlab alohida xonada bo'lsa, juda erkinlik topadi deb o'ylab, Mek pastki qavatdan yuqori qavatga ko'chib kelgan edi. Abir aka xorijda bo'lgani uchun hech qanday xavotiri yo'q edi. Lekin Mek kelganining 15 kunida Tanvir ham o'z narsalarini olib, Mekning yonidagi xonaga ko'chib keldi. Zinadan to'g'ri chiqish bilan Tanvirning xonasi edi. Singlini qo'riqlash uchun asosan shu xonaga kelgan. Tanvir xonasida bo'lgan vaqtda u o'z xonasining eshigini ochiq qoldiradi. Mek zinadan yugurib chiqmoqchi bo'lsa ham, akani o'ylab sekin-sekin yuradi. Hozir Mekning ahvoli mushtum. Bir tomonda Abir akaning xonasi, ikkinchi tomonda Tanvir akaning xonasi. Tanvir akaning keyingi xonasi Mim uchun tayyorlanmoqda. Bir necha kundan keyin Mim ham yuqorida bo'ladi. Lekin nima bo'libdi? Akaning xonasidan oshib, Mimning xonasiga bora oladimi? Shubhali. Kechki soat 10 dan oshdi. Hamma ovqatlanib, o'z xonalariga ketishdi. Abir hali uyga qaytmagan. Malika xon divanda o'tirib, o'g'lini kutmoqda. 10-15 daqiqadan so'ng Abir va Tanvir uyga kirishdi. Onasini o'tirgan holda ko'rib, o'g'li biroz gazablandi. "Ona, iltimos, men uchun kechalari uxlamay o'tirma. Men o'zimga yarasha ovqatlanib olaman. Kelining kelsa, men seni kutmayman." Birdan javob berdi Malika xon. Katta onaning gapini eshitib, Tanvir yashirincha kuldi. Abir boshini burib Tanvirga qaradi.
Shu zahoti Tanvir kulishni to'xtatdi, jimgina kulyapti. Tanvir har doim qo'rqoq tabiatli, tashqarida qanchalik qattiq bo'lmasin, otasi, amakisi va akasi oldida u xuddi yumshoq mushuk. Ilgari qancha ishi bo'lmasin, yigit soat 8-9 da uyga kelib hamma bilan ovqatga o'tirardi. Lekin abr qaytgach, vaqt jadvali biroz o'zgardi. Davomi bor. Tomoshabinlar uchun savollar. Mekning abrga nisbatan his-tuyg'ulari chalkash, bolalikdagi qo'rquv va hozirgi hayrat. Sizningcha, u bu his-tuyg'ularni qanday hal qiladi? Abrning otasi va amakisiga qarshi chiqishi uning mustaqil fikrlaydigan shaxs ekanligini ko'rsatadimi yoki bu haddan oshgan isyonmi? Tanvirning singlisini haddan tashqari himoya qilishi Mekning shaxsiyatiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Agar keyingi qismni eshitishni xohlasangiz, izohlarda bizga xabar bering. Bunday hikoyalardan ko'proq foydalanish uchun kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha bell tugmasini